Do'stlar, 30-iyundan boshlab Rossiyaga kirish uchun QR kod kerak bo'ladi. Bu yangi tizim haqida bugungi videoda batafsil. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hozirda dolzarb bo'lgan mavzu shu 30-iyundan boshlab Rossiya hududiga vizasiz davlatlardan kelgan chet el fuqarolari maxsus ilova RUID orqali ro'yxatdan o'tib, QR kod olib, keyingina kelishi talabi kiritilgan. Endilikda yangi qoidalarga binoan 30-iyundan boshlab Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lsangiz, 72 soat oldin siz RUID ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, buning uchun sizda Gosuslugi akkauntingiz bo'lishi kerak. Agarda sizda Gosuslugi akkaunt bo'lmasa, birinchi navbatda Gosuslugidan ro'yxatdan o'ting. Agarda siz Rossiya territoriyasidan tashqarida bo'lib, sizda Gosuslugi bo'lmasa, maxsus sizlar uchun videorolik tayyorladik, qanday qilib Gosuslugidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Xo'p, Gosuslugida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, siz RUID ilovasini yuklab olasiz. Bu yerda shu Gosuslugi akkauntingiz orqali kirasiz RUID ilovasiga. Bu arizada shu Gosuslugida ko'rsatilgan pasportingiz, zagran pasportingizni ko'rsatasiz. Ushbu RUID ilovasida albatta zagran pasportingizni ko'rsatishingiz kerak, chunki ushbu hujjat bilan siz Rossiya territoriyasiga kirib kelasiz. Bundan tashqari siz arizada Rossiya territoriyasiga qaysi maqsad bilan kelyapti turganingiz, masalan, ishlash, частный, gosti albatta ko'rsatishingiz kerak. Qancha muddatga kelyapsiz, qaysi hududga kelyapsiz, ushbu ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Va bundan tashqari siz biometriyani ham ushbu ilovadan o'tkazishingiz kerak. Biometriya bu sizni ovozingiz, yuz rasmingiz va pasportingizni ham rasmi. Ushbu ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin arizani yuborasiz va Rossiyaning ichki ishlar tomonidan sizning arizangiz o'rganib chiqiladi. Agarda sizga nisbatan Rossiya territoriyasiga kirishga zapret bo'lsa, sizga QR kod berilmaydi. Agar sizda hech qanday muammo bo'lmasa, sizga QR kod keladi va ushbu QR kodni chegaradan o'tib turganingizda pasportingizga qo'shib ko'rsatishingiz kerak. Ushbu ilovadan kim ro'yxatdan o'tish majbur emas. 6 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan farzandlaringizni arizasini siz o'zingiz to'ldirgan arizada shu farzandlaringizni kiritib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ular alohida o'zlari to'ldirishlari shart emas. Shunday qilib, endi 30-iyundan boshlab Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lgan chet el fuqarolari, imini vizasiz davlatlardan ushbu RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tib ariza to'ldirishlari shart bo'ladi. Do'stlar, shuni yana eslatib o'tamiz. Bu ilovadan o'zingizni tekshirish uchun nafaqat 72 soat oldin siz, balkim bundan oldinroq, vaqtliroq, masalan 1 oy oldin, 2 oy oldin ham ariza yuborib ko'rib, o'zingizni tekshirib ko'rish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Bir tomondan ushbu yangiliklar shu Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lganlarga qulaylik yaratadi, chunki agar sizda zapret bo'lsa, ko'pchilik shu aeroportga kelib aniqlardi. Hozirda endi uydan chiqmasdan turib, shu ilova orqali aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi.